Yangi obyektimiz bitti. Sizlarga bitta obzor qilamiz. Ko'ryapsizlar, qishloq sharoitida qanaqa hammom qilishlik mumkin. Sizlarga zo'r variantini topib qo'yganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Bu xonada asosan yosh kattalar foydalanadi. Eshikdan kirganda har doimgidek rakvina, yuz qo'lni birinchi o'p chayishlik uchun. Bu tomonga joy bor. Polavtomat yoki avtomat mashina qo'yishlik mumkin. Tokchilarni berganmiz, shampunlarni qo'yib bemalol foydalanishlik mumkin. Bu o'rtaga dushni moslaganimizda tagiga tahorat olish uchun maxsus smestitilda qo'yib ketganmiz. Bu yerdan to'slari bu tomonga suv chiqarilmaydi. Bu yerga gigiyenskiy dushdan qo'yib ketganmiz. Ko'rishingiz mumkin, bir chiroyli did bilan qilganmiz. Xo'p, xonamizga keladigan bo'lsak, xonamiz 120 ga 4 metr bo'ladi. Ko'ryapsizlar? Devorlarda dekor panel, ya'ni PVX panellardan qilganmiz. Videolarda ko'rgan bo'lsanglar, bu narsa devorga bo'lmaydi, hammomlarga bo'lmaydi deb aytishyapti. Endi qaysi ma'noda to'g'ri bilmadim, lekin haligacha bu narsadan bir ustalar tomonidan отказ bergani yo'q. Qachonki buni orqasiga maxsus izolyatsiya qilinmasa, manaqa har bitta choklariga silikon germetika urilmasa, suv o'tadigan darajada bo'lsa-ki, keyin bunday kleylarni tashlab yuborishligi mumkin. Lekin bizda 100% izolyatsiya va 100% germetikalangan har bir choklari, burchaklar silikonlangan holatda bo'ladi. Bu holatdan suv devor tomoniga o'tmaydi, natijada orqasi quruq turish hisobiga ko'chib ketmaydi. Shunaqa ma'lumotlar albatta biz sahifamizda bo'ladi. Ko'ryapsizlar mana. Ustalarni ham sahifamizga obuna bo'lishlarini so'rab qolardik. Yangilari hali oldinda bo'ladi. Bilmagan kamchiliklarimiz bo'lsa aytib ketishlari mumkin. Sizlar bilan Masel Bobur, yangilari hali oldinda.